Diqqat aholiga tezkor xabar. O'zbekistonda bugun tunda yana bir dahshatli zilzila sodir bo'ldi. O'zbekiston fuqarolari, farzandlaringizdan ogoh bo'ling. Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabinlar. O'zbekistonda va jahonda sodir bo'layotgan eng so'nggi va dolzarb xabarlarni o'tkazib yubormaslik uchun hoziroq like tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. Diqqat qiling. O'zbekiston Respublikasi hududida tunda zilzila sodir bo'ldi. Zilzila kuchi sezilgan hududlar: Buxoro viloyatida 3-4 ball, 127 km. Navoiy viloyatida 2-3 ball, 194 km. Zilzila epitsentri Toshkentdan 527 km janubiy g'arbda joylashgan. Zilzilaning sodir bo'lgan vaqti 20-may tungi soat 01:41 da. Magnitudasi 5.3 ball, chuqurligi 10 km. Zilzila epitsentri Buxoro viloyati Qorako'l tumanida. Zilzilaning koordinatalari 40.27 gradus bo'lgan, deyiladi xabarda.